Agar siz bo'g'im muammosidan qanday qilib qutulish yo'lini qidirayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha eshiting va diqqat bilan ko'rib boring. Eng avvalo shu narsani tushunishimiz kerakki, bo'g'imimizdagi paydo bo'layotgan muammo tanamizdagi muhit sifatiga ham judayam bog'liq. Birinchi, tanamizdagi suv muvozanatini, balansini kamayib ketganiga judayam katta bog'liq. Chunki bo'g'imimizning suyuqligi 95% suvdan iborat. Va hamma oziqa mana shu bo'g'im suyuqligi orqali bo'g'imga so'riladi. Bu yerda bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bo'g'imimizga har qanday suv ham foyda beravermaydi. Men fiziologik to'g'ri, singuvchan, tiriklik xususiyatiga ega bo'lgan suv to'g'risida gapirmoqchiman. Bo'g'imdagi muammolarning keltirib chiqaruvchi keyingi yana bir sabab tanada toksinlarning ko'payib ketishi va bu toksinlarning hujayramizga ataka qilishi bilan bog'liq. Ya'ni bu toksinlar palapartish ichilgan dorilar, noto'g'ri suvlar, noto'g'ri ovqatlanish, tanamizda parazitlarning ko'payib ketishi, mana shu holatlar intoksikatsiya holatiga olib keladi. Keyingi sabab bo'g'imlarda paydo bo'lgan yallig'lanish holati. Bu holat nimasi bilan bizaga xalaqit qiladiki, bu holatda tanamizga, ya'ni bo'g'inlarimizga beriladigan oziqa moddalari so'rilishi qiyinlashadi va qon aylanishini ham qiyinlashtirib qo'yadigan holat. Va eng asosiysi bo'g'imlardagi qurilish materiallarining yetishmasligi. Qurilish materiali deganda nimani tushunamiz? Bo'g'im suyuqligining asosiy qismi suvdan iborat bo'lgan bo'lsa, 95%, 5% gialuron kislotasidan iborat. Gialuron kislotasi suvni o'zida ushlab turadi va tog'aylarni, yemirilgan joylarni to'g'rilash uchun xondroitin sulfat moddasi kerak bo'ladi. Yana bir modda bor, kollagen deyiladi. Bu kollagen hammamiz bilamiz. Kollagen ichganingizda bo'g'im suyuqligidan tashqari u mustahkam bo'lishi kerak. Paylari, bo'g'inlarning suyaklarini o'zi juda ham mustahkam va elastik va harakatchan bo'lishi uchun, serharakat bo'lishi uchun tanamizga kollagen moddasi kerak bo'ladi. Bo'g'imdagi muammolarning paydo bo'lishidagi yana bir sabab oshqozon ichak yo'lidagi bo'g'imlar uchun ishlaayotgan oshqozon ichak faoliyatini tiklash ham bo'g'im muammosini tiklashdagi muhim jarayon hisoblanadi. Agar ichakda so'rilish yomon bo'ladigan bo'lsa, hujayralaringizga berayotgan oziqa befoyda chiqib ketadi. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Tanamizdagi ortiqcha vazn ham bo'g'imlardagi muammoning chuqurlashib ketishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, bu holatdan har kim har xil yo'l bilan chiqib ketishga harakat qiladi. Ba'zilar og'riqlantiruvchi tabletkalar ichadi og'riganda, ba'zilar mazlar suradi, yana kimdir bo'g'imlariga gialuron kislotasi bilan ukol qildiradi, yana kimdir bo'g'inlariga plazma lifting, ya'ni o'zini plazmasini olib o'zini bo'g'iniga quydirishadi, yana kimdir qanaqandir yog'lar quyidirish bilan mana bu muammoni yechishga harakat qilishadi. Yana agar vrachga boradigan bo'lsangiz, 3-4 stependagi artroz bo'ladigan bo'lsa, vrachlar albatta sizga operatsiyani taklif qilishadi. Operatsiya to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Agar siz bitta bo'g'inini endoprotez qilib almashtiradigan bo'lsangiz, bu bilan qutuldim degan fikrga kelmasligingiz kerak. Chunki tanadagi tanqislik, tanadagi mana bu yallig'lanish, intoksikatsiya holatlari nima qilmas ekansiz, bu holat boshqa bo'g'ingizda ham kuzatila boshlaydi. Lekin tushkunlikka tushmang. Hozir O'zbekistonda, butun dunyoda mana bu bo'g'im muammosini qutulish uchun eng samarali, xavfsiz va yaxshi natija beradigan tabiiy mahsulotlardan iborat bo'ladigan yo'nalish bor. Bu mahsulotlar muammoning ildiziga ta'sir qiladi. Bu mahsulotlar tanadagi suv tanqisligini to'ldiradi, tozalash ishlarini amalga oshiradi, hujayra darajasida parazitlardan tozalaydi, ichak yo'lini tozalaydi va mana bu
bo'g'imlarimizga tanqis bo'lgan gialuron kislotasi va xondroitin kompleksi bilan ta'minlaydi. Bu borada ortiqcha vazndan ham qutulish maqsadga muvofiqdir. Bu mahsulotlarni hazm qilib, u kerakli joyga borish uchun biz ichak yo'limizni ham to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Agar siz mahsulotlarni 20% skidkada olish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlasangiz, bepul individual konsultatsiya olishni xohlasangiz va mahsulot olganingizdan keyin bepul natijagacha vrach nazoratini xohlasangiz, ekranda ko'rsatilayotgan manzillarga murojaat qiling va to'liq ma'lumot oling.